Hi everyone, welcome to iLanguage Training Center, new concept English video classroom. And today we will learn lesson 63. Thank you, doctor. Sağdaşlar yaxshimizlar? Mana 63-chi darsga kelib qoldik. Bugungi darsimizning temasi Thank you, doctor. Bu sizlar o'sha videoni ko'rgach, bir aniq bo'lgan muntazam bo'lgan bir o'rganish holida turib qolsanglar, birinchisi cho'qim bir kitobinglar bo'lsin. Masalda o'sha 63 darsniki so'zlik tekstlar bilan yechib o'tiranglar. Ikkinchisi sizlar bir xotir daftar bo'lsin. Bu chunki darslik o'rganish shunama. O'rgangandan keyin cho'qim qarasanglar bir xotir daftarga sizlar o'shunda chiqqan muhim narsalarni yozib menishinglar kerak. Hargizim biz kitobdagi narsalarni o'ydigan gap emas. Ondan keyin masalan so'zlik tushundirganda inday muhim bo'lgan ba'zi jumla qurilmalari va jumla shakllari va bo'lsa shuni yozib menglar. Yozib menglar. Ondan sirt sizlar bir topshiriq daftari bo'lsin. Shu topshiriqni o'lchamlik oldi chunki sizlarda ingliz tilini yangi boshlab o'rganib menayotgan o'quvchilar shunga shu birinchisi nima bo'lsin, kitob bo'lsin, ikkinchisi bir konspekt daftar bo'lsin yoki mumkin bo'lsa kitob yozsanglar bo'ldi agar bir qalayimqan bo'ldi deb o'ylamasanglar. Kitob mehnat bo'lib kelsa, kirib bo'lib kelsa hech qisi yo'q. Yangi tug'andan qanday desanglar ko'p yaxshi. Undan keyin hamda topshiriq daftar bo'lsin. Undan sart yana bir narsa ham qolibdi, mashq daftar. Bo'lsa mush jarayonda ba'zi mashq qilsanglar, texmi qanday desanglar, unumi to'liq yaxshi bo'lsa. Hamda bu yana 63 dars 61 ningki davomi. Okay, hamda Jimmy qanday qilib qolgandi? Og'rib qolgandi. Qanday qilgandi? He has a bad cold. Okay, he has a bad cold, shunami. And then their parents called the doctor. Undan keyin otasi doktorga telefon qilganda, doktor kelib qanday qildi? Uni bir necha kun karavotda yotsin dedi, shunami. You know, he must stay in bed, shunami. Undan keyin hamda bugun yana shuningki davomi bo'lgan thank you doctor. Biz oldingi soatda intay muhim bo'lgan bir giribda bo'lmoq have yoki nima has. Undan keyin kasalning ismini deymiz. Masalan, men zukam bo'lib qoldim demoqchi bo'lsak, I have a cold. Men zukam bo'lib qoldim, shunami? Endi meni qizib qoldim bo'lsa, u qizib qoldi. Masalan, u qizchaq. She has a cold. No, sorry. She has a temperature, actually. She has a temperature. So, first of all, let's learn some new words. The first one is better. Okay, better. Okay, better. Yaxshiroq degan gap, yaxshiroq. Qaranglar bu pick-upga. You know, that car is good, right? This car is good. Biroq mouse yo'q, qaranglar, unda yaxshiroq ekan, yaxshi qo'l tisgan qo'y. Demak, the red car is good. And the white car is better. Okay. The red car is good. And the white car is better. And the misharga better degan nima? Desanlar yaxshiroq. Demak, endi sifatninki, bu shu yaxshi degan sifatninki selishtirma darajasi. Yaxshi degan sifatninki selishtirma darajasi. Demakchi nima? Better. Yaxshiroq. Okay, yaxshiroq. Masalan, how's the girl now? Okay, bu qizcha hozir qandaroq? Endi qandaroq bo'lib qoldi? Okay, tunugun og'rib qolgan, shunami? Bugun qanday qolibdi? She is better now. Okay, hozir endi xil yaxshi bo'lib qoldi. Demak, endi yaxshiroq deganga better. Endi men yerki, ma o'qilishga qarab baqsaq, bir tovush turamdi. Odat Amerika talaffuzda bu tovushi d ajiz dishda d deb o'qiladi. Shunga better, jiqvalla better. Degan gap. Endi bizning g'oyaninki slogan degan shuar shunami? Better education, better future. Okay, better education, yaxshi ma'rif, better future. Yaxshiroq ma'rif, yaxshiroq nima? Better future, yaxshiroq kelgusi. Demakchi, parlaq kelgusi yaxshi ma'rifdan boshlandi. Demak, endi parlaqroq, yaxshiroq hamda kelgusiga erishmoqchi bo'lsangiz, yaxshiroq ma'rifni eling. Demak, hamda bizningki o'ylaydiganimiz ma'rifimizni eng yaxshi holatda qilib o'qitishimizni, sizlarning kelgusilaringizni texnik parlaq, texnik yaxshi bo'lib ketishga qanday bir kishilik tuhfamizni qo'shmoqchi. Okay, better education, a better future. Demak, better yaxshiroq. The white car is better. Okay, better. So, which city do you like? Okay, versus London and New York. London or
New York. Siz qaysi shaharga muroq? Londonga yoki New Yorkga? I like London. Hey, dedi B o'quvchi nimdir? I like New York better. Okay, I like New York better. I like New York better. Menimcha ingliz o'rganishlarning ko'pinchisi myself includes, men müzikga g'alla chiqpallaning deb javob berdim. I like New York better. Men New Yorkni bekrak qilman, yoqtiraman. Demak, shu I like New York better. I like New York better. Demakchi, ma'ni bekrak qilman, yoqtiraman, yaxshi ko'raman degan gap bo'ldi. Next one is certainly. Okay? Certainly. Certainly deganimiz albatta degan gap. Albatta. Masalan, can I see your book? Sizning kitobingizni ko'rsam bo'lamdi? Certainly. Albatta bo'ladi. You can certainly use my computer. Siz albatta nima qilsangiz bo'ldi? Kompyuterimni ishlatsangiz bo'ladi. Demak, hamma certainly degan of course deb bo'lgan tushunami? Albatta. So can you make the tea, Sams? Yes, of course, I can, Penny. Deb bo'lgan tushunami? Shuning bilan manda so'z. Manda so'z. You know, certainly you can do that for me. Albatta, siz buni men uchun siz qila olasiz. You can do that for me. The new class is certainly not for me. Okay, that new dress, sorry. The new dress is certainly not for me. Albatta men uchun emas. And the musho certainly bilan o'xshash, masalan, sure, of course. Bular certainly bilan of course niki nim farqi bor desangiz, certainly bir qadar chingshiraq. Demak, hamda bir qadar rasmiyroq so'rovlarda rasmiyroq ishlatildi. Demak, masalan, ikki munosabat quvvatlarini bir-biri sal hurmatlasa, voy sizlar, voy o'zlari deb ishlasam, certainly yaxshiroq hamda. Of course deganga masalan bu tozaliqqa berasmiy so'rovlar ishlasam, masalan yaqin og'inlari, adashganda ishlasam bo'ladimi? Voy albatta bo'ladi. Of course, shunami? Deb. Endi men of course deb o'qilganlar bor. Nima? Of course. Ma o f nimda o'qiladi? Of. Ma tilimizni ishlaymiz, ha? Leavimizni. Of course. Of course. Good. Next one is get up. Get up. Bu o'rindan turmoq. Shu karvatda yotgan holatdan turmoq degan gap. Get up. Get up. So when do you usually get up? Usually odatda shunama. When do you usually get up? Siz odatda necha bilan o'rningizdan tursiz? When do you usually get up? Siz odatda necha bilan tursiz? Say, I usually get up at 6 o'clock. And the at 6 o'clock degan soat necha bilan turma? 6 bilan turma. Endi 7 bilan turma desak, I usually get up at 7 o'clock. I usually get up at 9 o'clock. Degandek siz necha bilan o'rningizdan tursanglar, nima ishada? Shuni ishlasak bo'ldi. Ammo usually degan odatda. Demak, odatda deganda mush gapdan chiqib turdi. Bu ko'pincha davomlashtirib qiladigan. Demaksan, odatga aylangan ishlar. Ammo shunga, masalan, kunda odatda necha bilan o'rningizdan tursanglar, shuni desanglar bo'l. I usually get up at 7 o'clock. Yani he gets up late in the morning. O deganda qanday qildi? Keyin o'rnidan turdi. He gets up late in the morning. Masalan, obdiga ustiga, masalan, upstairs deb bo'lgan. Shunami? Upstairs degan ustun qavat. Shunami? Ustun qavatga chiqaylik bo'lsa, come upstairs. Ma down degan nima? Osti. Down degan osti. Onun degan stand up, o'rningizdan turing degan gap. So I can't get up so early. Can't qilolmayman, itanmayman. Shunami? I can't get up so early. Voy unda bo'ldi, o'rnimdan turolmayman. I can't get up so early. Demak, get up o'rnidan turmoq. Okay, can you get up at 7 o'clock? Can you get up at 4 o'clock? Soat 4 da o'rningizdan tura olamsiz? Yes, I can. Albatta da. Okay. Next one is yet. Yet. Yet odatda shu savol jumla bilan inkor jumlalar ishlaydi. Yanalar texi degan gap.
Mesela he mustn't get up yet. O tehe orundan tuğsa bulmaydı o deyini. Demek ki onda da o tehe orundan tuğmaslıkı lazım. Şuna ama he mustn't get up yet. You know, I'm not ready yet. Men tehe kana kıplamırım. Teyarını bulamırım. I'm not ready yet. Men tehe teyar. I'm ready. Men teyar oldum şuna ama. Is dinner ready yet? Tamak teyar oldu mu? Demek ki dikkat kıldığımız yet sual cümle yivincu bilen forincu işleydi. Yivincu bilen forincu işleydi. Şu an neç cümle yazıp alımızda kitap kullandı o yakmış kitapta. Demek ki bir şey yet yanala tehce ergen yapar. Yanala tehce. He mustn't get up yet. I am not ready yet. Is dinner ready yet? Şunama. All right, next one is rich. Okay, rich. I'm not rich. Manda gapni anlaganma rich dad, poor dad. Bay dadam, namrad dadam. Endi bir şey rich deganimiz bay. Endi bay adam qanday tamoq yeydi? Mayliq tamoq yeydi, shundaymi? O nima? Rich food. Rich food. Qaranglar mana resimga. Mayliq tamoqlar, mayliq tamoq. Endi nima uchun? Mesela ağrıp qalganda rich food yemasligimiz kerak. Bu nima uchun desanglar, adam ağrıp qalganda nima shu aciz bo'ladi. Mesela mayliq tamoq o narsani azm qilib toza ishtik sumugini olmaydi, shunami? Shunga odatda suyuqash bu tamoqlarni yeyish kerak. Yeyish kerak. Bularni zukandab qalganda we cannot eat rich food. Rich food. Endi men shu mayliq tamoq bilan xo'sham yo'q bo'lsa nima? I don't like rich food. I don't like rich food. Men mayliq tamoq bilan nimam yo'q, xo'sham yo'q. Okay. This lamb is very rich. Yo ma gosh, qo'y go'shi bu lamb. Bek mayliq ekan. Demak mayjiq ekan, very rich. Hamda bu qo'y bek boy ekan demaymiz, nima desanlar? Mayliq. This lamb is very, very rich. Rich. Okay. You're fat. You mustn't eat rich food. Voy siz samirib ketdingiz hamda. Ondan mayliq tamoqni qanday qilmang? Yemang. You mustn't eat rich food. Okay. Next one is remain. Remain. Demakni davomlashtirmoq. Davomlashtirmoq yoki bir xilolatni saqlamoq. You know, I want to remain here. Men bu yergacha nima davomlashtirg'im bor. Davomliq shu ishni qanday qilg'im bor. Okay. So what must he do, doctor? U nima ish qilish kerak, doktor? Desa, you know, he must remain in bed for 2 days. 2 kuncha davomli qanday qilish kerakina? Karvat yetish kerak. Remain in bed. In bed deganimiz hamda karvatda emas, karvatda yotmoq bo'ldi, shundaqmi? Bevosita o'sha harakatni ta'kidlab keldi o'shada. So he must remain in bed for days, for 2 days. 2 kuncha. 2 kuncha. Bo'ldi arkadaşlar. Hamsa so'zlik mo'mishagichi bo'lsin. Hamda tekstga, tekst qarab qo'yinglar. Tekstda bu bir necha bo'shurlar bor. Hamda sizlar avval mushiniki anglash qismini anglab, undan keyin shu tekstni bir tushunib baqsak. So first of all, listen carefully. How's Jimmy today? Better, thank you, doctor. Can I see him, please, Mrs. Williams? Certainly, doctor. Come upstairs. You look very well, Jimmy. You are better now, but you mustn't get up yet. The boy mustn't go to school yet, Mrs. Williams. And he mustn't eat rich food. Does he have a temperature, doctor? No, he doesn't. Must he stay in bed? Yes, he must remain in bed for another 2 days. He can get up for about 2 hours each day, but you must keep the room warm. Where's Mr. Williams this evening? He's in bed, doctor. Can you see him, please? He has a bad cold, too.